Assalomu alaykum. Bu video ustozlar uchun. Ismim Dilshod Turloyev. 5 yildan beri matematika fanidan dars berib kelaman. O'zimni ba'zi qiynayotgan muammolarga topgan yechimimni siz bilan bo'lishmoqchiman. Meni qiynayotgan va shu vaqtgacha qiynab kelgan muammolardan biri bu test va yozma ishlarini tuzishga ketadigan vaqt. Masalan, soatlab Wordda testlarni yozib, uni PDF ga o'tkazganda qandaydir formulalar o'zgarishi kelib chiqib, uni chiroyli formatga keltirguncha ketkaziladigan vaqt va uni o'sha tuzishdan boshlab to pechat qilib o'quvchining qo'liga yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonning ko'p vaqt talab qilishi meni shu vaqtgacha qiynab kelgan. Bugun xudo xolasa shu videoda sizlar bilan shunga topgan yechimimni ko'rib o'tamiz. Juda ham foydali video bo'ladi. Kanalimga obuna bo'ling. Bundan ham foydali videolarni bo'lishib boraman siz bilan. Like bosib qo'yishni unutmang. Ko'proq odamga tarqalishiga o'z hissangizni qo'shing. Xo'p, bu videoda nimani o'rganamiz? Bu videoda biz Gemini sun'iy intellekti bilan latex kodlarni PDF ko'rinishga o'tkazib beradigan Overleaf sayti haqida o'rganamiz. Demak, diqqat qilamiz. Biz Google ga kirib olamiz. Biror bir akkauntimizni tanlashimiz mumkin yoki yangi bitta akkaunt yaratishimiz mumkin. Bundan ahamiyati yo'q. Endi bugungi kunda bitta Google akkaunt yaratish bu oddiy ish, ya'ni hamma qila oladigan ish bo'lgani uchun bunga alohida to'xtalmaymiz. Deylik, menda tayyor akkauntim bor. Google akkauntimga kirib oldim. Endi bu yerga yozaman. Xohlasam shu yerga Gemini AI deb yozaman. Mana Gemini deb yozsam mana o'zi bo'ldi. Xo'p, Gemini mana birinchida turibdi, Google Gemini. Ustiga bosamiz. Menda avtomatik tarzda mana hozirgi akkauntimga kirdi. Agar sizda bu yerda akkauntingiz ko'rinmayotgan bo'lsa, ustiga bitta bossangiz, keyin akkauntingizni so'ragan vaqt kirib olishingiz mumkin. Endi xo'p, Gemini sun'iy intellektga kirib oldik. Bu sun'iy intellektning vazifalari nimalardan iborat? Bu sun'iy intellekt deyarli universal sun'iy intellekt, ya'ni matnlar bilan, formulalar bilan, rasmlar, videolar bilan ishlay oladigan sun'iy intellekt hisoblanadi. Xo'p, endi biz kirganimizdan keyin birinchi navbatda sun'iy intellektdagi chatni nastroyka qilishdan boshlaymiz. Ya'ni bu chatni biz aniq fanlarga ishlatayotganimiz uchun kuchliroq fikrlaydigan darajada ya'ni unga buyruq beradigan joyini ochib qo'yishimiz kerak. Ya'ni kuchliroq fikrlashi uchun biz iloji bo'lsa Pro versiyasini ochib qo'yishimiz kerak, bo'lmasa thinking, ya'ni думающий, ya'ni chuqurroq o'ylaydigan demak rejimga o'tkazib qo'yishimiz kerak. Eng kamida думающий bo'lmasa Pro, hech qachon Bistrida turmasin. Chunki Bistrida bu sizga tezkor javob berishga harakat qilib, chuqur yondashmasligi mumkin masalalarga. Mana Pro versiyasida aytib turibdi, решение сложных математических задач и создание код с 3.1 Pro. Xo'p, ya'ni bu yerda og'irroq, murakkabroq matematik masalalarni va hal qiladi va bizga aytilganki kod yozishda ishlatiladi deb. Bizda Pro versiyasi va buni yetarli darajada uddalaydi Thinking versiyasi ham. Demak, Pro ga o'tkazib qo'yganmiz. Xo'p, instrumentga tegmaymizda bu yerga yozamiz. Xo'p, misol uchun bizga nima kerak? Farazan biz 7-sinf o'quvchilari uchun xo'p deylik, qisqa ko'paytirish formulalariga doir xo'p deylik, mana 15 ta yozma ish savollarini tuz. Xo'p, endi qarang. Deylik, bu yerga yoziladigan narsamiz prompt deyiladi. Va biz promptni qanchalik aniq qilib, ya'ni uni detallarigacha yozsak, biz shunchalik natijaga tezroq erishamiz. Shunga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Demak, 7-sinf o'quvchilari uchun qisqa ko'paytirish formulalariga doir 15 ta yozma savollarini tuz. Xo'p, endi uni formati qanaqa bo'lsin? Diqqat qiling, mana shu yerda asosiy nuqta boshlanadi. Xo'p, savollarni latex kod ko'rinishida Overleaf saytiga mos holda yoz. Xo'p, endi shu yerda to'xtalib o'tamiz. Latex kod nima? Matematika bilan shug'ullanganlar bilsa kerak. O'sha universitetda, institutda o'qib yurgan davringizda maqolalar chiqarish payti bo'lgan, masalan, kimnidir maqolasi e'lon qilingan vaqtda ko'rgan bo'lsangiz, o'shalar qandaydir bir standart shablonda bo'lgan. Maqolalar, ilmiy maqolalar, o'sha jahon miqyosidagi maqolalar aniq fanlarda latex kod ko'rinishida yoziladi va u koddan o'sha PDF ko'rinishga o'tkazilgan hujjat holatda bo'ladi. Ya'ni latex kodning asosiy bu yerdagi vazifasi shuki, u matematik formulalarni original ko'rinishda saqlab beradigan va chiroyli formatda yozib beradigan dastur.
Xo'p, lekin biz dasturchilikni bilmaymiz-ku deyishingiz mumkin. Buni hech qanaqa bu yerda ahamiyati yo'q, chunki bizga kodni Gemini sun'iy intellekt yozib beradi. Biz faqat uni PDF ga o'tkazib olsak bo'ldi. Biz to'g'ri prompt berishni o'rganishimiz kerak. Demak, overlay sayti deb keltirdik bu yerda. Overlay sayti esa bizga o'sha kodni PDF ko'rinishda bizga vizual ko'rinishga qulay bo'lgan holatga o'tkazib beradigan sayt hisoblanadi. Demak, overlay saytiga mos holda yoz. Buni berdik. Endi formatga to'xtalamiz. Format deylik, barcha savollar bitta sahifaga ikkita ustun shaklida joylashsin. Demak, yozma ish sarlavhasi nima? Misol uchun deylik, mana yozma ish 15. Endi qisqa ko'paytirish deb yozsak ham bo'lardi, farqi yo'q. Yozma ish 15. Xo'p, muallif masalan Dilshod Tilloyev. Xo'p, yana nima deymiz? Demak, ikkinchi sahifada to'g'ri javoblar ro'yxati berilsin. Mana bo'ldi. Qani endi? Xo'p, zapros yubordik, kutamiz ozgina. Ungacha kutishdan tashqari biz Overleaf saytini ochib o'rganib turamiz. Demak, overleaf.com ochdik. Uni boshidan deylik, biz kirganimizda bunaqa holat bo'lmaydi, o'shaning uchun Overleafni o'zini ochib olaylik. Mana Overleaf sayti mana bunday holatda ochiladi. Overleaf online latex editor, ya'ni bu onlayn formatda latex kodlarni o'zgartiruvchi dastur hisoblanadi, sayt hisoblanadi. Ustiga bosamiz. Menda to'g'ridan-to'g'ri o'zimning akkauntimga kirib ketdi. Sizda o'sha so'raydi. Siz o'sha akkaunt kiritish joyida continue with Google, ya'ni Google orqali kirish bossangiz, sizdan hech qanaqa ortiqcha narsa talab qilmasdan o'zi akkaunt yaratadi. Sozdat proyekt, ya'ni yangi loyihani sozdat qilish, qo'shish. Xo'p, новый proyekt, yangi loyiha. Naзвание proyekta, ya'ni yangi loyihaga nom berish. Inglizcha bo'lishi mumkin, kimdadir blank project deb chiqadi. Nom beramiz, masalan, yozma ish 15 7-sinf uchun. Bu o'zimiz uchun. Buni shunaqa saqlanib qiladi, keyinchalik o'zgartirib olish mumkin. O'zimizni ko'p bu yerda loyihalarimizga qo'shilib ketmasligi uchun yozib qo'ydik. Endi qarang. Bunga qarasak, buni interfeysida shunaqa narsa borki, mana chap qismida latex kod yoziladi, o'ng qismida esa buni PDF holatda qanday ko'rinishda bo'lishini sizga ko'rsatib beradi. Biz mana bu yerdagi kodni to'liq belgilab olamizda, o'chirib, hozir bu yoqda tayyor bo'lgan kodimizni kiritamiz. Mana kod tayyor. Demak, kodni nusxaladik va bu yoqqa o'tkazib Command V, Ctrl V. Xo'p, ana endi kompilировать. Bitta bossak, mana yozma ish mavzusi qisqa ko'paytirish formulalari, muallifga mana Dilshod Tilloyev yozilgan va bu yerda 15 ta savol mana bir sahifaga joylashtirilgan. E'tibor qilsangiz, savollarning sifati ham juda ham yaxshi, ya'ni murakkablik darajasi ham alohida o'ylangan va mana ikkinchi sahifada to'g'ri javoblar ro'yxati va to'g'ri javobga ilova qilib ozgina yechimlar haqida ham gapirib o'tgan. Endi agarda sizda qandaydir muammo bo'lib qolsa, tushunmovchilik bo'lib qolsa, ya'ni sizni promptingizga to'g'ri kelmaydigan ish qilinsa, masalan, qaysidir savol keyingi sahifaga o'tib qolsa, buni o'ziga yana qaytib, mana bu joyda mana bunaqa savol o'tib qolgan, buni tuzatgin deb qayta prompt berib to'g'rilab olishingiz mumkin va buni mana skachat qilib olish va buni keyinchalik mana ochib ishlatish, nomini o'zgartirib, Telegramga yuborib, hamma ishni amalga oshirish mumkin, oddiy PDF hujjatlar kabi. Mana shunaqa foydali, demak, ish qilsa bo'ladi va buni test qilish mumkin. Masalan, 30 talik, 40 talik testlar tuzish mumkin. Va juda ham ko'p imkoniyatlari bor. Buni foydalanganingiz sari o'zingizga kerakli tomonlari ochilib boradi va shunga qarab iloji boricha mana e'tibor qiling, mana bu yerda men ba'zi narsalarni, ba'zi chatlarimni zakrepit qilib qo'yganman, ya'ni qadab qo'yganman. Masalan, kursga test tayyorlash, SAT matematika mavzulari yoki BSB yoki yozma ish yoki mavzu o'rganish yoki sozlamalar. Siz qaysidir chatda bir ish qilganingizdan keyin shundagi kamchiliklarni ma'lum holatgacha yetkazasizda, ya'ni to'g'rilab, endi shu chat sizga moslashadi. Siz keyingi safar uni chuqur tushuntirishingiz shart emas. Masalan, shunchaki mavzu nomi va savollar sonini yozsangiz ham sizga yozma ish keltirib chiqarib berishi mumkin. Keyin mana shunaqa chatni olib bitta mana bu yoqqa zakrepit qilib qo'yasiz. Doim shunga kirib test tuzasiz, keyin sizni formatingizga mos holda doim xizmat qiladi.
Xo'p, bu pullikmi deyishingiz mumkin. Xo'p, Gemini bizda e, Gemini Plus'ni, ya'ni $10 versiyasida turibdi. E, Bu siz ham ishlatsangiz bo'ladi. Siz kuniga endi ko'p ishlata olmay qolasiz. Masalan, kunlik cheklov bo'ladi. 2 ta 3 tadan keyin to'xtaysiz. Bu versiyasi ham agar siz juda ko'p test tuzmasangiz sizga yetarli bo'lishi mumkin. Agar yetarlicha bo'lmasa, oyiga $10 to'lash bu menimcha juda ham katta summa emas. Overlay sayti esa menimcha bepul, ya'ni buni ishlatish keyingi bosqichga olib chiqish mumkin, lekin buni bepul versiyasini o'zi ham bizga yetib ortadi. Xo'p, bu videoda shuni tushuntirmoqchi edim. Video foydali bo'lgan bo'lsa, uni kerakli odamlarga ulashib qo'ying. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Salomat bo'ling, ko'rishguncha.